ko'rganimizda unga muloqot bilan bog'liq qo'rquvimiz xuddiki otga minishdek barobar aslida. Mana ot bilan kim minadi birinchi desa o'ylanib qoldingiz-ku. Xuddi ana shunday. Mana hayotingizda, qarshingizda yangi insonni chiqishi va siz unga muloqot qilishingiz xuddiki mana birinchi marotaba otga minish bilan barobar qo'rquv bo'ladi. Shuning uchun shu yerda sizlar. Duduqlanish kelganda biz nimani his qilamiz? Yangi otga o'tirgan inson qanday otni boshqarishni bilmagandek, nutqidagi va miyasidagi duduqlanishni ana shunday o'jar, qaysar otni boshqara olmaydigan holatga tushadi. Shuning uchun boshida qiynaladi, ya'ni qo'rquv bosadi, hayajon bosadi, ishonchsizlik bosadi va ovoz tipirchilashni boshlaydi. Sinishni boshlaydi. Demak, biz qachonki ot bilan birgalikda ohangni va tempni ushla olsakgina bizda ravonlashish paydo bo'ladi. Aynan ot va siz va egarni ushlagandek siz duduqlanishni boshqarishni o'rganishingiz shart. Mana shu mahorat deyiladi.